Bu voqea keyinchalik gazetalar Denverning o'rgimchak odami deb atay boshlagan bir inson haqidagi hikoyasi. Afsuski, uni qop kiygan super qahramon ham, shahar posboni ham emas edi. 1941-yili Kolorado shtatidagi Denver shahrida sirli bir qotillik sodir bo'ldi. Philip Peters ismli erkak o'z uyida o'lik holda topildi. Sirli tomoni esa eshiklar ham oynalar ham buzilmagan, ustiga ustak ichkaridan qulflangan edi. Shahar bo'ylab har xil qo'rqinchli taxminlar tarqala boshladi. Gazetalar shunday sarlavhalar yozdi: Denverda arvoh qotil paydo bo'ldi. Ammo haqiqat gazetalardan ham qorong'uroq, ulardan ko'ra qiziqarliroq edi. Bugun sizlarga yana bir aql bovar qilmas hikoya bilan keldim. Bilaman, sizga aynan shunday hikoyalar ko'proq yoqadi. Doim bu haqiqatmi deb so'raysiz. Bu kanalda har bir hikoya haqiqatga asoslangan va aynan shu haqiqatlar bizni True Crime hikoyalar kanalida doimiy ravishda ko'rishishga undaydi. Endi hikoyani boshlayman. Sentyabr 1941-yil boshlanishi. Philip va Helen Peterson 40 yil davomida Westman Crave Place manzilidagi kichik, oddiy g'ishtdan qurilgan uyda yashashardi. Ularning o'g'li allaqachon katta bo'lgan, uylangan va qo'shni shaharda istiqomat qilardi. Philip Peters 1891-yildan 1930-yilda pensiyaga chiqqunigacha Denver temir yo'lida ishlagan. U faqat temir yo'l xodimi emas, balki musiqachi ham edi. Mahalliy gitara klubining a'zosi, u va rafiqasi ba'zan gitara va mandolinidan dars ham berardi. 1941-yil sentyabr oyida Helen oyog'ini sindirib qo'ygani uchun kasalxonaga yotqizilgan edi. Philip har kuni unga issiq ovqat olib borar, uni ko'rib qaytadigan, uyda esa 71 yoshli keksaygan erkak yolg'iz qolardi. Qo'shnilar unga g'amxo'rlik qilishardi, uy ishlarida yordam berishar, unga nonushta yoki kechki ovqatni taklif qilishardi. 17-oktyabr juma kechasi Philip Mr. va Mrs. Rosslarda kechki ovqatga taklif qilingan edi. U ancha vaqtgacha kelavermagandan so'ng Mrs. Ross tashqariga chiqib, u qo'shnilar bilan gaplashib qolmaganmi deb atrofga qaradi. Lekin ko'cha bo'sh, odam zoti yo'q edi. Shunda u Philip qandaydir sabab bilan kechikib qolmadimi, holat yaxshimi deb uning uyiga borishga qaror qildi. U uyiga yaqinlashganida nimadandir yuragiga og'irlik tushdi. Tashqarida qorong'u tushayotgan, lekin uyning bironta xonasida chiroq yoqilmagan edi. U eshikni taqillatdi. Javob bo'lmadi. U yana taqillatdi, lekin bu safar ham jimlik. Shundan so'ng Mrs. Ross yolg'iz o'zi kirishdan qo'rqib, yonidan o'tib ketayotgan qo'shnisi Doris Bjorkni chaqirib oldi va uni bezovta qilayotgan shubhalar bilan bo'lishdi. Ikki ayol birgalashib orqa eshik ochiqmi yo'qmi deb tekshirib ko'rishga qaror qilishdi. Orqa eshik ham ichkaridan qulflangan edi. Biroz ovora bo'lishgandan keyin ayollar zanjirni yechishga muvaffaq bo'lishdi. Mrs. Ross uyga kirdi va oshxona chirog'ini yoqdi. U ko'rgan manzara ikki ayolni ham muzlatib qo'ydi. Oshxonadagi barcha devorlar, jihozlar, shkaflar qonga belangan edi. Polda qotgan qon izlari ko'zga tashlanar, undan boshlangan qon izi esa uy ichi tomon yetaklab borardi. Ayollar qo'rquvdan hushlaridan ketay deb izni orqasidan borishdi. Mehmonxonaga kirishganida birinchi qavatda Philip Petersning yuzi pastga qarab yotgan jasadini topishdi. Tez orada politsiya keldi va jinoyat joyini o'rgana boshladi. Philip Peters qonga belangan, poyafzali yo'q, yarim kiyimda yotardi. Tanasining turli joylarida va boshida og'ir jarohat izlari, tirnalgan joylari bor edi. Barchasi bo'lib 37 ta zarba izi sanab chiqildi. Ulardan ko'pchiligi tirsak yonidagi qo'l qismida edi. Bu Philip o'limigacha o'zini jon jahdi bilan himoya qilganini anglatardi. Uy va hovli keng ko'lamda o'rganildi. Politsiya voqea qanday sodir bo'lganini tushunishga harakat qildi. Kirish eshigi kalit bilan qulflangan, ustiga ustak ichki tomondan zanjir bilan mahkamlangan. Bu esa faqat uy ichkarisida turgan odam tomonidan qilingan bo'lishi mumkin edi. Orqa eshik ham xuddi shunday, zanjir bilan qulflangan. Buni Mrs. Ross va Doris Bjork tasdiqlashdi. Uydagi barcha oynalar ham qattiq yopiq, hech qaysida buzish izlari yo'q edi. Hamma narsa go'yo qotil uyga kirmagan ham chiqmagandek ko'rinardi. Faqat bitta shubhali narsa bor edi. Oshxona yonidagi sovitgich xonasi shiftida eni 20, bo'yi 38 sm-lik kichik panel bor edi. U uyning yuqori qismidagi texnik maqsaddagi tom shiftiga olib chiqardi. Ammo panel qo'zg'almas, qattiq yopiq, hech kim unga sig'masdek ko'rinardi. Shu sababli politsiya uni jiddiy deb hisoblamadi. Uyni tekshirib yurgan detektiv esa yana bir narsaga e'tibor berdi. Marhum topilgan yotoqxonadagi komod ustida qimmat soat va $24 pul topildi. Bu holat talonchilikni jinoyat uchun sabab sifatida butunlay inkor qilardi.
Keyinchalik katta shkafni ochishganida yana qimmatli qog'ozlar bor edi. Taxminan $200. Shuningdek, uyning turli burchaklarida yashirilgan $400 naqd pul ham topildi. Oshxonada ikkita cho'yan olov kovlash uchun temir bor edi. Birining dastasi qattiq changga to'la, ikkinchisi esa yuvilgan edi. Olov kovlaydigan temirni laboratoriyaga yuborildi. Oradan bir necha hafta o'tgach, birinchi gumondorlar paydo bo'ldi. Bular asosan mahalliy boshpanasizlar edi. Lekin ularning hech biri bu darajada epchil va uyga kirib chiqa oladigan odamga o'xshamasdi. Olov kovlaydigan temiri kriminalistika laboratoriyasida tekshirilganda ham jiddiy natija berilmadi. Faqat bir narsa aniq bo'ldi. Aynan shu cho'yan temir o'ldirish quroli bo'lgan. Ammo unda hech qanday barmoq izi topilmadi. Qotilning uyiga qanday kirgani tushunarsiz bo'lib turgan kabi, uning maqsadi ham noaniq edi. Uy tashqarisida qon izlari topilmadi. Bu esa qotil jinoyatdan keyin vaqt sarflab, ehtimoliy dalillarni yo'q qilgani, qurolni yuvgani, o'zini ham tozalab olgani ko'rsatardi. Lekin shunga qaramay, u uyni o'marmagan, qimmatli buyumlarni olib ketmagan. Ko'z yonida yotgan naqd pul, soat, Helen Petersning ziynatlari hammasiga tegilmagan edi. Agar qotilning maqsadi o'g'irlik bo'lmagan bo'lsa, unda unga nima kerak edi? Politsiya barcha qo'shnilar va qarindoshlarini so'roq qildi. Lekin hech kim Philip Peters bilan adovati bor odamni eslay olmadi. Hech qanday iz yo'q edi. Oradan 2 oy o'tgach, tergov to'xtab qoldi. 1942-yil fevralida Helen Petersni kasalxonadan chiqarishdi. Ammo u uyda uzoq tura olmadi. Bir necha hafta o'tgach, yana yiqilib kasalxonaga qaytarildi. Faqat aprel oyida 1942-yilda Helen Peters nihoyat uyiga to'liq qaytib keldi. Uning qaytishi bilan erining o'ldirilish ishi yana ochildi va bu gal voqealarga go'yo mistika aralasha boshladi. Helen keksayib qolgani uchun unga kun-tun qaramoq kerak edi. Shuning uchun navbat bilan 2 hamshira yordamga yo'naltirildi. Edith Clark kunduzi, Hattie Johnson kechasi. Edith Clark eng birinchi bo'lib politsiyaga uyda g'alati paranormal harakatlar bo'layotgani haqida xabar berdi. U aytardi, devor orasida kimdir chaqillayotgandek, shovqin shivirlash, oshxonadagi laganlar doim joyidan siljib qoladi. Eshik yonidagi gazetalar yo'qolib turadi. Biroz vaqt o'tgach, Hattie Johnson ham xuddi shunday narsalarni ayta boshladi. Kechalari uxlay olmay uyda kimdir yurgandek qadam tovushlari eshitiladi. Odatda bu ertalab soat 3 dan 5 gacha sodir bo'ladi. Helenning o'zi buni tasdiqlay ham, inkor ham qila olmasdi. Chunki uning eshitish qobiliyati juda zaiflashgan edi. Bir kuni Edith Clark kunduzgi hamshira orqa hovlida oshxonaga olib kiruvchi eshik yonida turgan edi. U shunday dedi: "Men qandaydir taqillash eshitdim. Ilgari ham shunga o'xshash tovushlarni eshitganman. O'shanda bog'dagi qushlar deb o'ylardim. Men oshxonaga kirdim. Shu paytda 2-qavatga olib chiqadigan eshik asta-sekin ochila boshladi. Avval oyoq ko'rindi. Keyin esa eshik o'rtasida ingichka qo'l paydo bo'ldi. Men baqirib yubordim. Erkak bir zumda eshik ortiga yashirinib oldi. Keyin esa uning zinapoyadan tepaga qarab yugurib chiqqanini eshitdim. Hamshira jon jahdi bilan politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Politsiya chaqiriq bo'yicha kelgach, uyni to'liq ko'zdan kechirdi. Lekin na biror odam, na biror shubhali narsa topilmadi. Bu juda g'alati edi, chunki Edith Clark qotil uydan chiqmaganiga ishonch bildirgan, ammo qanday qilib odam izsiz yo'q bo'lib qoladi? Sherif shunday qaror chiqardi. Tuni bilan uyda 2 politsiya xodimi qoladi. Ammo ular hech qanday shovqin, harakat, iz yoki jinoyatning borligini bildiradigan belgi ko'rmadi. Shuning uchun navbatchilik bekor qilindi. Bu voqeadan keyin Edith Clark bu uyda 1 daqiqa ham qolishni istamadi. Ortidan Hattie Johnson tungi hamshira ham ishni tark etdi. Helen Peters 2 hamshirasidan ayrilgach, o'ziga boshqa qaruvchi topa olmadi va o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. U o'g'lining uyiga Grand Junctionga ko'chib o'tdi. Westman Crave Place manzilidagi uy esa bo'sh qoldi. Lekin qo'shnilar va politsiya uni kuzatib turishardi. Ammo ayol uyidan ketgani bilan g'alati hodisalar tugamadi. Qo'shnilar oynadagi jalyuzilar o'zgarib turganini, ba'zan esa umuman yuqoriga ko'tarilib qo'yganini payqay boshlashdi. Sherif yana bir necha xabar oldi. Uyning ichkarisida harakat ko'rdik. Kimdir xonadan xonaga yuribdi. Politsiya har gal tez kelardi, lekin uy doim bo'sh chiqardi. 1942-yil 30-iyul barcha narsa o'zgardi. O'sha kuni 2 detektiv, Roy Bloxson va William Jackson, Westman Crave Place rayonini patrul qilardi. Ular odatdagidek arvohli uyni tekshirish uchun kirishdi. Ular bu gal ham hech narsa topilmaydi deb o'ylashgan edi. Ammo bu safar
Ikkala politsiyachi ham ikkinchi qavatda shovqin eshitdi. Ular darhol tepaga yugurdi. Go'yo kimdir yoki nimadir kladovka ichida qimirlardi. Ular eshikni ochdi. Shunda ular ikki oyoqni ko'rishdi. Kimdir shitob bilan shiftga, teshikka kirib ketmoqda edi. Bu o'sha avvalgi tekshiruvda e'tibor berilmagan, eni 20, bo'yi 38 santimetrlik juda tor va deyarli ochilmaydigan panel edi. Politsiya avval bu yerda katta odam o'ta olmaydi deb katta xato qilgandi. Detektivlar shoshib, pastga osilib turgan oyoqlardan mahkam ushlab, odamni changallab tushirishdi. Ularning oldida yuzi oqargan, juda ozib ketgan erkak paydo bo'ldi. Sochlari to'zib ketgan, qoshlari qalin, nurli kunga ko'zini qisib qarab turardi. Uning kiyimlari esa deyarli yo'q edi. Faqat chirib ketgan mato parchalari qolgan. Ular ham tanasida beliga o'ralgan birgina arqon tufayli ilinib turardi. Uning qo'lida detektivlar revolver ko'rishdi. Qurolni tortib olgach, ma'lum bo'ldiki, u ishlamaydigan singan qurol ekan. Dastasi pachoq bo'lib ketgan, ehtimol u revolverni bolg'a o'rnida ishlatardi. Uni qo'lga olganlarida u o'zini Matthew Cornish, Nyu-York shtatidagi Donovan shahridanman deb tanishtirdi. Ammo politsiya bo'limiga olib borilgandan bir necha soat o'tgach, qo'lini bo'shatishdi. Unga ovqat berib, kiyim kiygizishgandan so'ng, u nihoyat mening haqiqiy ismim Theodore Edward Coney deb tan oldi va o'zining uzun, og'ir taqdirini aytib bera boshladi. Theodore Edward Coney 1882-yil 2-noyabrda Illinois shtati Menard grafligida tug'ilgan. Uning otasi Thomas Coney Kanadadan kelgan muhojir bo'lib, mahalliy xo'jalik do'konini boshqarardi. Onasi Isabella uy bekasi edi. Oila o'rtamiyona yashar edi. Ammo 1888-yil Theodore atigi 6 yosh bo'lganida otasi to'satdan vafot etdi. Shundan so'ng Isabella o'g'li bilan Wisconsin shtatiga ko'chib o'tdi va kichik fermada yashay boshladi. Biroq taqdir ularni yana sinamoqchi bo'lgandek edi. Tez orada Theodore sil kasalligiga chalindi. U kuchli harakatchan bola edi. Beysbol o'ynashni orzu qilardi. Ammo onasi uning salomatligidan xavotirda bo'lib, jismoniy qiyinchilik senga zarar deb unga musiqa bilan shug'ullanishni talab qildi. Shunday qilib, qo'shni bolalar maydonda yugurib yurganida, Theodore uy oldi verandasida o'tirib, mandolina chalishni o'rganardi. Shifokorlar esa unga juda og'ir tashxis qo'ydi. U 18 gacha yashamasa kerak. Isabella o'g'lining umrini uzaytirish maqsadida uni Denverga, iqlimi yengilroq shaharga olib ketdi. U yerda Theodore mahalliy gitara klubiga qo'shildi. Lekin ularni yana bir fojia kutardi. Onasi ishonchsiz odamning gapiga kirib, barcha jamg'armasini qimmatli qog'ozlarga sarflaydi va ularni yo'qotadi. Shundan so'ng Theodore oilaviy daromadini ta'minlash uchun yarim kunlik ish topib, onasi bilan o'ziga yetadigan maosh olardi. Ular juda kambag'al yashashardi. 1907-yilda 3 yil azob-uqubatlardan keyin Isabella vafot etdi. Theodore esa yolg'iz, puli yo'q, kasal holda qoldi. Yashashga irodasi bor edi, ammo hayot unga xursandchilik ato etmasdi. Shunday bo'lsa ham shifokorlar aytganidek 18 yoshida o'lmadi. Uning umri uzoqqa cho'zildi, ammo bu uzun umr azob bo'lib chiqdi. Theodore Peterslar bilan gitara klubi orqali tanishgan edi. Philip va Helen uning og'ir ahvolini ko'rib, unga mehr qo'yishgan, qo'llab-quvvatlashar edi. Keyinchalik Philip Peters unga Denver elektr kompaniyasida yordamchi sifatida ish topib berdi. Theodore vaqt o'tib montajchi lavozimiga ko'tarildi. Bir muddat hamma narsa joyiga tushgandek bo'ldi. Keyin u yangi tanishi bilan reklama biznesi ochmoqchi bo'ldi. Ammo ular tajribasiz bo'lgani uchun korxona qisqa muddatda kasodga uchradi. Bundan keyin Theodore bir ishdan boshqasini topib, shtatdan shtatga sarson yurardi. Yaxshi hayot izlab, turli sohalarda o'zini sinab ko'rdi. Ammo natija yo'q edi. 1917-yilga kelib, Theodore Coney hayotida o'z o'rnini yo'qotgan, ishsiz, boshpanasiz va umidsiz sarson odamga aylanib qolgan edi. Yo'llar uni yana Denverga olib kelgandi. U 59 yoshga kirib bo'lgandi. 1941-yil sentyabr boshlarida Theodore Denverdagi Westman ko'chasida joylashgan Peterslar uyini uzoqdan kuzatib yurardi. U bir kuni Philip Petersni qo'shnisi bilan mashinada uydan chiqib ketayotganini ko'rdi. Aslida agar u o'zini tanitib yordam so'raganida, ehtimol Peterslar uni rad etmasdi. Ammo Theodore ularga og'irligini tushirgisi kelmadi. Uyni aylanib yurar ekan, orqa eshikning yopilmay qolganini payqadi. Shu zahoti ichkariga kirdi. Ushbu bir qadam uning butun taqdirini o'zgartirdi. Oshxonaga kirgach, uyda faqat o'zi borligini angladi. Biroz ovqat yeb, atrofni ko'zdan kechira boshladi. Kladovkada u shiftiga kichik lyukni ko'rib qoldi.
Tana tuzilishi juda ozg'in, yengil va ingichka bo'lgani uchun Teodor osongina yuqoriga chiqib oldi. Bu tom osti texnik bo'shliq bo'lib, u yerda hech narsa yo'q edi, faqat ustunlardan iborat edi. Biroq boshpanasiz, qishga tayyorgarligi yo'q odam uchun bu joy ancha qulay panohdek ko'rinardi. Teodor bir necha hafta tom ostida yashadi. Filip uydan ketganida tushib ozmoz ovqat olar, ammo shunday qilib qayta joyiga qo'yardiki, yetishmagani bilinmasdi. Keyin bilsa Filip har kuni kasalxonaga rafiqasi Helenning oldiga borar ekan. Tunda esa Filipning mashhur g'irillash xurragi Teodor uchun belgi edi. U uxladi, tushish mumkin. Bir kuni birinchi qavatda shkafni titkilar ekan, u eski radioni topib oldi. Endi shiftda yolg'iz qolgan kechalarida yangiliklar, musiqa eshitib o'tirardi. Filip uyda bo'lmaganida u hatto dushdan foydalanar, ustarasini ishlatib o'zini tartibga solardi. Oradan vaqt o'tgan sari Teodor o'zini erkinroq seza boshladi. Ayrim kunlari u Filipni kuzatish uchun pastga tushardi. Gohida eshik ortida, gohida parda orqasida. Qari Filip o'ziga juda yaqinda kimdir turganini hech sezmasdi. Teodor keyin politsiyaga aytgan. Bu meni hatto biroz kuldirardi. Ammo 17 oktyabr sanasi barcha narsani o'zgartirdi. O'sha kuni Teodor odatdagidek Filip uydan ketgan deb o'yladi. Shuning uchun ertalabdanoq boshpanadan tushib, to'g'ri muzlatgich tomon yo'naldi. Ammo bu gal Filip uyda edi. U tushlikdan keyin biroz uxlab olmoqchi bo'lib yotgan, ammo oshxonadagi g'alati shovqindan uyg'onib ketdi. Filip ovoz tomon yo'naldi va Teodor bilan yuzma-yuz keldi. Keyinchalik Teodor shunday dedi: "Men tushundim. Bari tamom. Peters meni tanimadi. 30 yildan beri juda o'zgarib ketgandim. Devorda ilib qo'yilgan eski revolverni ko'rib qoldim va unga qo'l uzatdim. U revolver bilan Filipga zarba berdi. Filip yiqildi, ammo turib, men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman dedi va telefon turgan xonaga yo'naldi. Teodor uni yana to'pponcha dastasi bilan urdi. Filip yana qarshilik ko'rsata boshladi. Birozdan keyin Teodorning qo'liga temir dastak tushdi va oxirgi zarbalar shu bilan berildi. Men necha marta urganimni ayta olmayman, lekin bir payt u jim bo'lib qoldi dedi u. Shundan so'ng u muzlatgichdan ozgina ovqat oldi va yana shiftga chiqib ketdi. Agar o'sha kun Filip meni ko'rmaganida, u hali ham tirik bo'lardi. Ammo o'sha lahzada yo u, yo men deb tushuntirardi Teodor. U temir dastakni yuvib o'rniga qo'ydi. Qochib ketish o'rniga yana o'zining tor panohiga qaytdi. Bir necha soatdan keyin qo'shnilar Filipning jasadini topishganida, uy politsiya bilan to'lib ketdi va Teodor uchun uydan chiqishga endi yo'l yo'q edi. U shiftda jim o'tirib, eski radio orqali yangiliklarni tinglardi. Teodor yana bir sirni ochdi. Uyni birinchi marta politsiya tomonidan ko'zdan kechirilganida, ofitserlar uni panohiga olib chiqadigan o'sha kichik lyukka yaqinlashganda, lyuk aslida yopiq emas edi. Aslida o'sha kuni Teodor butun vazni bilan lyuk ustiga bosib yotgani sabab uni siljitib bo'lmagan edi. Shu tariqa politsiya xodimlari lyuk mahkam ochilmaydi degan tasavvurda u yer bilan boshqa qiziqishmagan edi. Filip o'limidan keyin Teodor uyda qolishga qaror qildi. Helen Peters kasalxonadan qaytganida uning qulog'i yaxshi eshitmasligini payqab, o'zini ancha xavfsiz his qila boshladi. Yashirin hayot osonlashdi. Shiftda o'ziga qulaylik yaratish uchun uyning elektr simlariga ham ulanishga harakat qildi va nihoyat bir lampochkani ishga tushira oldi. Shunda uning bitta yorug'lik manbai va eski radiosi bor edi. Yotoq o'rnida esa u eski dazmol taxtasini ishlatardi. Yozda qarorgohi o'ta issiq bo'lardi, qishda esa oyoqlari muzlab qolardi deb eslaydi. Lekin shu qiyinchiliklarga ham rozi edim. Hech narsam yo'q bo'lgan paytda o'sha chirdak mening barcha dunyoyim edi. U hatto shunday dedi: "Pochtalyon kelganini tomosha qilishni yaxshi ko'rardim. 25 yildan beri menga hech kim yozmagan. Odamlarni ko'rganimda ularni yomon ko'rib ketardim va qayta panohimga qaytardim." Shu tariqa Teodor Koni o'z-o'zidan uyning arvohiga aylandi. Qo'shnilar oynadagi jalyuzilar siljib qolganini ko'rishsa yoki uy ichida kimdir yurganini payqashsa, bu hammasi Teodor edi. U shunchaki odamsiz qolgan uyda bemaqsad yurardi. Politsiya patrullari kuchayganidan keyin bu yashirin hayotni yashirishning iloji qolmadi. Teodor shunday dedi: "Bu 10 oylik nafasni kesuvchi qiynoq edi. Endi hammasi oshkor bo'lganidan so'ng o'zimni yengil his qilyapman." U yana shunday qo'shimcha qildi: "Men bundan oldin hech qachon jinoyat qilmaganman, hatto kichkina ham. Endilikda adolat o'z o'rnini topsin.
Teodor Konnining bo'yi qariyb 182 sm bo'lishiga qaramay, uni qo'lga olish paytida og'irligi atigi 34 kilogramm edi. Politsiya shiftiga uning uyini ko'zdan kechirarkan, ular faqat shunga hayron bo'lib qolishdi. Bunday baland bo'yli odam qanday qilib bu qadar tor joyda yotib turishi mumkin? Balkim qanday qilib umuman inson bunday sharoitda yashay olganiga ham ishona olmasdi. Tom ostining devorlariga terib qo'yilgan bankalarga jamlangan inson axlatlari, jihozi yo'q, shamol o'tib turadigan taxtali ustunlar, dimoqni qiynayotgan hid shunday dahshatli manzara ediki, bir politsiya xodimi shu zahoti qayd qilib yubordi va u boshqa bu yerga qaytishni istamasdi. Ertasi kuni kapitan Childers matbuotni to'plab shunday dedi: Philip Petersning qotili ushlangan. Bu xabar Denver bo'ylab chaqmoqdek yoyildi. Kapitan voqea tafsilotlarini aytganida, jurnalistlar hanuz ishona olmasdi. Bir politsiyachi shunday dedi: u yerda yashash uchun odam o'rgimchak bo'lishi kerak. Ertasi kuni gazetalarning barcha sahifalari shunday sarlavhalar bilan to'ldi. Denverning o'rgimchak odami Teodor Konni sudda Philip Petersni bila turib o'ldirmaganini ta'kidladi. U va advokati o'lim jazosidan qochish maqsadida o'sha vaqtda uning ruhiy holati og'ir bo'lganini aytishdi. Sud jarayoni 1942-yilda oktyabr oxirida boshlandi va 6 kun davom etdi. Sud oldidan o'tkazilgan psixiatriya tekshiruvi esa shunday xulosa berdi: Teodor Konni ruhiy jihatdan aqli raso, o'z qilmishlari uchun javob bera oladi. Shundan so'ng hakamlar hay'ati unga ongsizlikdan kelib chiqmagan, balki noxushlikdan yuz bergan o'ldirishda aybdor deb topdi. Sudya hukmni e'lon qildi: umrbod qamoq. Hukm o'qilgandan keyin Teodor ortga odamlar tomon qarab shunday dedi: Endi o'zimni xavfsiz his qilyapman. Men uchun bu uy oxirgi yillardagi shuncha azobdan keyin yaxshi joy bo'ladi. Teodor Edward Konni 1967-yil 16-mayda 84 yoshida Kolorado shtatidagi qamoqxona kasalxonasida vafot etdi. U Canyon City shahridagi qabristonda ismi yozilmagan qabrda dafn etildi. Shu bilan Denverning o'rgimchak odami haqidagi voqea o'z poyoniga yetdi. 10 oy davom etgan qorong'u hayot, qo'rquv va og'riq orasida shakllangan, muhtojlik jinoyatiga aylangan bir inson taqdiri.